Nima bo'lyapti o'zi, nima bo'lyapti bu yerda? Kim biladi nima bo'layotganini? Subhanalloh. Biz bilgandik, biz kutgandik degan so'zlarni shu yerga qo'yib yuboramiz shekilli. Qirg'iziston, Manas shahri katta yangilik. Subhanalloh. Yangi bog' ochildi. Официально. Boychechagi ham ochildi. Официально kelarasizlar. Bu yagini hozir sizlarga primerno chiroyli qilib от и до sizlarga hozir inshaalloh obzor qilamiz. Только bu videoda emas, boshqa videoda hozir korotkий rolik qilib sizlarga qo'yib beramiz. Keyin polniy mashin boshidan oxirigacha rostdan bunaqa bog' nima deydi? Bizi yoshligimizda orzu edi. Bunaqa bog'larchi, alhamdulillah. Mana bizi farzandlarimiz bizi budishimiz inshaalloh ko'radi bu kunlarni. Mashalloh. Jalolobod, город Manas. 9D kinoteatri ham bor ekan. Bunisiga nima deysizlar? Ma fontanni qaranglar. Mashalloh. Bu yagini inshaalloh полный obzor qilamiz. Mana shu Manas parkdan boshlab, главный входdan boshlab полный nimalar bor, qanaqa o'yinlar bor, qaysi o'yin nech puldan, hammasini от и до inshaalloh sizlarga keyingi video roliklarda obzor qilamiz. Обязательно like bosib, подпискani bosib, kommentariya, repost tarqatib yuboringlar. Ves Qirg'iziston ko'rish kerak. Jalolobod shahrida, Manas shahrida nima bo'layotganini hamma bilish kerak. Bunisiga nima deysizlar endi?